18. bab. Nil daryosining qarshi tarafida hasharotlar qanotlarini o'rib g'o'ng'ildaydigan yerda yashaydigan qushlarning holiga voy. Ular qo'mishda yasalgan kemilar bilan daryo orqali elchilarini avatidi. Ey yeltapan xabarchilar, zeminlari daryo orqali ayrilib turadigan, terilari siliq, bo'ylari egiz bo'lgan elga beringlar. Yaqin yiroqdagilarni qo'rqitgan elga, kuchlik va ishg'oliyatchi elga beringlar. Hey dunyodagi barliq ellar, zeminda yashayotgan barliq xalqlar, sizlar tog'da ko'tarilgan bir tug'ni ko'ganda ogoh bo'linglar. Sizlar qo'chqor munguzidan yasalgan burg'uning ovozini anglaganda ogoh bo'linglar. Parvardigor menga mundaq dedi. Men o'z joyimda hamma ishni ko'zitib turaman. Men Tomuz kunlardagi issiq havodek, hosul mezgilida etikini tushgan shabnamdek tvishsiz turaman. Hosul mezgilidan burun çiçekler tozub, üzümler pişay degende, Parvardigor yumran şaxlarni kesib taşlaydı. Qatar ketken bük baraqsan üzüm baranglarini çepib taşlaydı. Cesetler tog'dagi ozuq izlab yurgan qushlarga, yavoyi yirtqichlarga tashlab berildi. Bunun bilan qushlar yozda ozuqliqdan g'am qilmaydi. Yirtqichlar qishda och qilishdan g'am qilmaydi. Shu chog'da bo'ylari egiz va terilari siliq bo'lgan qavmlardan qudratlik sardor Parvardigorga tortiqlar qilinib turdi. Bu yiroq yaqindikilarni qo'rqitgan qavmlardir. Kuchlik va ishg'oliyatchi qavmlardir. Ularning zemini daryo orqali ayrilib turdi. Ular qudratlik sardor Parvardigor o'z nomini ulug'lashga tanlagan joyga, ya'ni Siyon teg'iga tortiqlarni akildi.